vatanni himoya qilish nafaqat harbiy xizmatchilarning, balki millati, tili va dinidan qat'iy nazar har bir O'zbekiston fuqarosining muqaddas burchidir. Shiddat bilan o'zgarib, tobora keskinlashib borayotgan xalqaro vaziyatda mamlakat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash bizdan doimiy safarbarlik, yuksak mas'uliyat va qat'iy harakatni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganini 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman.